Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugun biz Microsoft Excel dasturida amaliy masalalar bajaramiz. Ya'ni если funksiyasini vazifasi qanday? Ya'ni если funksiyaning vazifasi agar shart rost bo'lsa, birinchi amal bajariladi. Yolg'on bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi amal bajariladi. Ya'ni shartimiz bilan belgilangan shartimiz 3 ta ko'rinish bor. 1 2 3 ta. Xo'sh, birinchi ko'rinishdagi bu shart, ya'ni если funksiyasi sharti, ikkinchi ko'rinish o'sha если funksiyasida bajarilgan mana shart rost bo'lsa, birinchi amal bajariladi. Agar shartimiz rost bo'ladigan bo'lsa, mana birinchi amal nuqta virgul bilan ajratib turadi. Har bittasi mana nuqta virgul. Ya'ni nuqta virgul. Agar shartimiz если funksiyasi sharti yolg'on bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qanoatlanmasa, bu ikkinchi amalimiz bajarib natijani chiqaradi. Ya'ni natija birinchi yoki ikkinchi amal bajariladi. O'sha shartga qarab. Xo'sh. Endi buning uchun biz amal bajaramiz. Birinchi shartni o'zini bajaramiz. Xo'p. Shartimiz, ya'ni bu yerda ko'chirib olamiz buni. Pastga ko'chirib olamiz. Ketma-ketlikda bajarib boramiz. Xo'p. 2 minus 3. Ya'ni bu natija nima bo'ladi? Minus 1. Teng deyapti. Znak, ya'ni bu znak degani funksiya agar 3 ta amal bor, minusdan bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rsatamiz. Koordinata chizamiz birinchi tushuntirish uchun. Xo'p. O'qi koordinata o'qi. Endi bu yerdan znakni tushuntirib o'taman. Xo'p, aytaylik. Minus, misol uchun 12 hozir ko'rsatyapti. Yalnız 0 plus 12. Issiqlarni qo'yib solamiz. Xo'sh, mana 12 chapga qarab ketamiz. 0 va minus 12. Ana bu yerda znak minus 12, ya'ni 0 dan chap tomonda, ya'ni kichik bo'ladigan bo'lsa, sonlar 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, bu znak minusdan chiqadigan bo'lsa, bu 1 degani, minus 1 degani. Minus 1. Xo'sh, 0 bo'ladigan bo'lsa, 0, znak 0 bo'ladigan bo'lsa 0. Znak 12 bo'ladigan bo'lsa 1 bo'ladi. Musbatligini bildiradi. Musbat, manfiy yoki 0 ga tengligini bildiradi znak. Ya'ni belgi degan ma'noda znak, u belgi. Hozir bizda minus 12 ham 1 minus 1 bo'ladi. Aytaylik minus 100 bo'lsa ham, minus million bo'lgan taqdirda ham bu minus 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni znak minus 12 emas, minus 1 ga teng bo'ladi. Demak, shartimiz hozir qanoatlandi. Ya'ni rost bo'ldi, chunki minus 1 teng minus 1 da. Bu rost degani. Rost. Qara rost bo'ldi. Xo'p. Rost bo'lsa, birinchi amal bajariladi. Yolg'on bo'lsa, ikkinchi amal bajariladi deganmiz. Endi bizda birinchi amalimiz. Ya'ni nechiga qaysi formula, mana formula qo'yamiz. Xo'p.
2 ko'paytirib, shuni kopirovat qilib olamiz. Hozir o'tirmaymiz. Ya'ni bu şartımız rost. Dedik. Yol yolg'on. Şart rost. Tushuntirib o'tamiz bularni. Şart rost. Şart yolg'on. Xo'p. Şartimiz rost, şartimiz yolg'on bo'ladi. Endi bizga şartimiz bu yerda rost bo'ldi. Chunki şartimizni -1 ga teng. Agar bu katta yoki kichik bo'ladigan bo'lsa, shartimiz yolg'on bo'ladi. Mana bu belgimiz, misol uchun katta belgi bo'lsa ham yolg'on bo'ladi. Kichkina belgini qo'ysak ham yolg'on bo'ladi. Agar kichkina yoki teng bo'lsa ham rost bo'ladi. Ya'ni shartimiz kichkina yoki teng bo'lsa ham rost bo'ladi, katta yoki teng bo'lsa ham rost bo'ladi. Hozir bizda tengligi uchun buni rost deb oldik. Şart birinchi shartni, ya'ni bajaramiz, ya'ni buni bu natija, buni birinchi shartni amal bo'ladi natija. Hop. Aytamiz. 2 ko'paytiruv koren 16, shu stepen 25, ya'ni darajasi 25 darajasi 1/2, ya'ni bu yozishamiz bilan bajaramiz. 2 davom qilib ham bo'ladi. Tenglik qo'yamiz. 2 ko'paytiruv koren bu ildiz osti, ya'ni o'sha qovusning ichidagi raqamni ildiz ostida bo'ladi. Ya'ni ildizdan chiqaramiz. Degan 4. 4 ning kvadrati bo'ladi. Shu stepen, ya'ni 25 ning darajasi bo'ladi. Ya'ni 1/2 darajasi bu ildiz osti 25 degan. 25 ni ikkinchisi teng 2 ko'paytiruv, ya'ni 2 ko'paytiruv 4imiz bilan yozib ketamiz. 8. Shu, ya'ni 25 ni 1/2 darajasi bu degan ildiz osti degan ma'no beradi. Ya'ni ildiz osti, ya'ni 25 ni ildizdan chiqaramiz, bu 5 bo'ladi. Agar ikkinchisi bo'lsa, 25 ni kvadrat bo'ladi. Ya'ni 1/2 bo'lganda ildiz osti bo'ladi. Ya'ni 5 teng 13. Javob 13. Javob 13. Teng. Natijamiz endi jest funksiyasi bajartirdik. Birinchi amalni bajardi. Endi buni Excel'da ham bajarib ko'rsatamiz. Tayyor Excel'da ko'chirganman. Microsoft Excel'da mana если biz funksiyalarni, formulalarni bajartirish uchun birinchi navbatda tenglik belgisini qo'yamiz. Chunki tenglik belgisi degani bu o'sha funksiya yo formulalarni bajarish degan ma'noni beradi. Tenglik qo'yganimizdan keyin если funksiya yozilgan, ya'ni 2 - 3 teng znak, ya'ni -12 ko'paytirib nuqta virgul bilan birinchi shart, shartning o'zi birinchi amal. Shuni ko'chirganmiz va ikkinchi amal. Va natijani enter tugmani bosamiz, shunda natija chiqadi. Natijamiz mana shunda. Hurmatli foydalanuvchilar, bu darsimiz mana shulardan iborat.